bugun sizlar bilan Naruto va uzoq kutilgan Sasuke'ni jangini ko'ramiz. Qanaqa ketdik. Hop, hozir kampiga qarshi kampdir. Bilasizlar, bular ashaddiy do'st va ashaddiy dushmandek hisoblanadi. Va bir do'stliklarda g'alaba qozongan, ammo ular birini ko'rishmadi. Xullas o'sha. Ha. Qanaqa boshladik. Naruto oho tezga qarang. Naruto hozircha tashabbus qo'lga oladi. Yo'q, Sasuke yo'q, Naruto yana Sasuke yana Naruto Kakashi o'rtadan buzib chiqdi va Sasuke ajoyib tarzda kombo ishlatdi. Va bu style bilan Naruto qochdi, ammo uning ololi zarba tegib qoldi. Sasuke tezga qarang. Naruto qo'qon shapati o'xshamay qoldi. Sakura hinata bir yoqda urushyapti. Hozircha Sasuke tezroq deb o'ylayapman, lekin Naruto ham qolishmayapti. Hozircha qo'qon shapatdan beryapti. Naruto kombosi ishlab ketdi. Ammo Kakashi uni qutqarib qoldi. Endi esa Sasuke navbati va Sasuke ajoyib bo'ldi. Jiraiya. Nima qiladi Jiraiya? Ajoyib qurbaqa staylda nimadir qilmoqchi edi o'xshamadi, ammo ular yana bir-birini urushib ketdi. Orada Sakura aralashibdi, lekin ularni chirtimiga arzgan yo'q menimcha hali. Raqobatni qarang, kuchliligi bir-biridan bir xil ketyapti. Orada Kakashi va Jiraiya aralashib turibdi. Naruto o'zma-o'zi aylanib yurgan paytda Sasuke o'ziga chakra yig'di. Shundan keyin ishlatdi. Hozircha yasamcha bo'ldi. Mana Sasuke hujumga o'tdi. Kakashi Naruto ajoyib. Va yana o'zma-o'ziga ishlamayapti. Sasuke bu vaqtda foydalanib hujum qilayotgan paytda Naruto orqasidan chiqib yana hujum qildi. Chakralar bilan yig'ishyapti va Naruto aylanib o'tdi. Yana Sasuke orqaga o'tdi. Juda ham ajoyib jang do'stlar. Ajoyib. Bir-biriga mos raqiblar juda. Hozircha bir-biriga buncha o'rganishyapti. Keyin yana jangga qaytishadi. Hop, Naruto ajoyib, Naruto Sasuke'ni olib ketdi. Naruto o'zini-o'zi yuribdi yana. Hop, Sasuke'ning quvvat oshib ketdi va Sasuke'dan ajoyib kombo. Hozircha Naruto ham qolishmayapti. Ba'zida Sasuke'da biroz bo'lsa-da demoqchi edim. Sasuke joni Narutodan ko'ra ancha ozroq. Naruto ajoyib. Sasuke yana kombo Naruto o'tdi. Naruto Sasuke. Naruto. Yana Sasuke, Naruto. Yana Sasuke, Naruto. Ajoyib. Birini orqasiga o'tyapti. Va Narutodan ajoyib kombo ishlab ketdi. Menimcha Sasuke bu latl yutqizgandek tuyulyapti menga. Menimcha endi aniq Narutoni yutdi deb aytsak ham bo'lsa kerak. Albatta, Naruto baribir o'z darajasini ko'rsatdi. Tushunmayman, bunga shortsdagi video tikadi demoqchi edim. 45 sonali shorts bo'libdi. Bu ham shortsmi? Ular keyingi videoda qaysi keroyani oshirib ko'raylik? Kommentariyada yozib qolinglar.